Assalomu alaykum barchaga YouTube orqali bizni kuzatib turgan insonlar. Mening ismim Abrorxon. Bugun mana birinchi video vlogimni olyapman. Biz bugundan boshladik. Qiziqarli video kontentlar, video bloglar chiqarishga harakat qilamiz. Biz universalmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab qo'yish uchun video like'larni ayamanglar. Bittadan bosib qo'ying. Mana bizning hozirgi kelgan obyektimiz. Hozir menga yordamchi bo'layotgan shu uyning egasi Samandarxon ukamiz bo'ladi. Bu uyimiz o'tgan yil remontdan chiqqan. Uylar sal cho'kkani uchun, yaxshi remont ishlari bo'lmaganligi uchun yiligacha bormagan. Endi biz mana buni to'g'rilab, kamko'stlarini to'ldirib, Xudo xohlasa chiroyli qilib remontdan chiqarib beramiz ukamizga. To'g'rimi Samandarjon, nima dedingiz uka? Yuzingizni ham bir ko'rsatib qo'ying, bizni kuzatib borishi. Sizni shu insonni, Samandar ukamizni taniganlar kommentga yozib qo'yamiz. Bu gipsokartonlarga serpiyanka qo'yishmagan ekan, ularni qo'ydik. Endi trishina yoriqlar bo'lmaydi Xudo xolasa. Endi qolgan Xudo xolasa ish jarayonlarini video roligimizda ko'rsatib boramiz. Aka, bunaqa qobiliyatlar kimdan o'tgan? Bunaqa qobiliyatlarmi? Shu dadamdan o'tgan. Dadam katta ma'naviyati bo'lganda, o'rganganmiz, uka. Aka, bunaqa tezlik, reaksiya uncha-munchasida yo'q ammo. Bunaqa tezlikka qanaqa berishgansiz? Inoya bilan boksga chiqaman uka. O'shandan keyin faqat tezlashib ketganman. Menimcha Tayson sizning shogirdingiz. Hammasi hazır. Shu o'rganganmiz. Rossiyada o'rganganman. Rossiyada 5 yil ishlaganmiz. Usta aka, buni necha kunda quriydi bu? Bir kunda quriydi. Ustidan sirazi kraska berish qurigandan keyin beramiz, Xudo xolasa. Qurigandan keyin, ha? Bo'lmasa otib oladi, ha? Sizga yoqayaptimi ishimiz? Ishingiz qo'ldan kelgancha harom xalish qilib tezlashtiryapsiz. Farqi yo'q, sizga yoqsa bo'ldi. Xudo xolasa Samandarjon ham yaxshi ota bo'ladi, Xudo xohlasa. Yangi uylarga chaqaloqni olib kiramiz, Xudo xohlasa. Xudo xolasa ekan. O'sha kunlarga yetkizsin, ha? Zanat ko'zi ozgina chiqib qopti, ha? Bir chiroyli uka, seni ko'zing qiyshir ekan uka. Ya gap. Eski holatini ko'rsataymi? Gap. Qanaqa edi? Eski holati bundan ancha yaxshiroq edi. Samandar, siz boshlovchilik qilmang uka. Kommentariyada faqat ishingiz so'kishi eshitilasiz uka. Aka, suv kabi bo'ling, suv kabi. Biz ma'noli gaplar gapiramiz Samandar. Samandar, bitta qarang-chi. Mana. Bu Samandar bo'ladi. Samandar Burxonov.
yangi shogirdlardan. Endi hozir shogirdni o'ziga bersam kechgacha tortadi shekilli, shuning uchun endi videoni shu joydan to'xtatib o'zim yakunlab qo'yaman. Aka, Tabii. olyapsizmi, charchamang? Olyapman uka. Obedni ham qilib oldik mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ishni boshlayversak bo'laveradi sekin. O'z yaxshimi? Charchamayapsizmi axir? Rahmat aka. Qobiliyatingiz zo'r ekan aka, menga ham o'rgatasiz. Ya sizga yarashmaydi bunaqa ishlar. Nimaga aka? Yarashadi aka, xudo xolasa yarashtiramiz. Siz urug'ingizga to'g'ri kelmaydi o'ylayman ukaxon. Yo'q aka. Yo'q, rostdan uka. Zaten o'zingizga bir normali shogird olish kelajakda bir niyatingiz bormi? Shogird emas. Ha. Shogird. Mayli, lekin o'rganaman deydiganlar bo'lsa, sekin o'rgatamiz. Bitta ishimiz chiqib qolsa, sekin shogird ustalar o'rgatib qo'yamiz. Savob bo'ladi-yu. O'shanga bir aka o'zingiz shogird qilib chiqarasizmi deyman-da. Qobiliyat bor-ku, bilasiz. Talant yo'q. Sizdami? Yosh bitta bola bor bachka. O'shanga. Bizda qobiliyat ham bor, bilasiz. Yo'q uka, siz bu ish batida ushamang uka, qo'ying. Shahmardan soylari. Shahmardan soylari. Solani boqadi. Kokinlari yanashgan. Uka, iltimos shu stolni olib kelib bering, aqqa qo'yib olaman. Stulchami? Andağı. Az qoldi, xudo xolasa. Akamiz o'z ishini ustasi ekan. Aka, bu ishga necha yillar bu ishdasiz? Jonim uka. Paxta sezon tugadi uka. Bo'ldi uka. Paxta sezonlarimiz tugadi. Jazzabardak to'la. O'richamang uka. Akalar nima deysizlar? Mana shu atko'z to'g'ri turibdimi hozir yo menga qiyshiq ko'rinyaptimi? Jonim ukam, seni ko'zing qiyshiq o. Usta akam atko'z to'g'ri deyapti, men bo'lmasa ko'zim qiyshiq ekan. Kommentlarda yozinglarchi, bu atko'z to'g'rimi yo qiyshiq turibdimi? Brat, bu joylarni qo'ymasangiz kerak-a? Yo'q uka, qo'yaman uka. Uka, qaysi maktabni bitirgansiz? Nagilas solib qo'ygansiz. Kameraga qanaqa olyapsiz uka? Nagilas solib qo'ygansiz uni. Uka, nima qilayin, sizga bo'laveradi uka. Xarid mahallasiga bo'laveradi. Uyimizni aboy qilib qo'yaylik desak, ko'nishmadi-da. Bo'lmasa chiroyli qilib aboy yopishtirib berardik-ku. Akamizni ko'zidagi nigohini ko'rib ishga mehri boshqachaligini sezyapman hozirdan. Mana uje kech kirdi, lekin biz hali ham ishlayapmiz. Sababiki bizni plandagi ishlar o'xshamadi. Hali ertalab bu tarafdan boshlagandim, devorni shpaklovka qilishdi, bu taraf qolgandi. Biz bitqazgan edik. Afsuski bu devorimiz bizning kraskani ushamadi. Kraskalaganimizda eski kraskamiz ko'chib ketdi. O'shaning uchun yana boshqatdan shpaklovka qilyapmiz. Mana
Bo'lmadi, ha? Endi buni valigini yuvib qo'yinglar Samandar. Xudo xolasa shpaklovka polностью aylantirasiga bu uyimizni shpaklovkamizni qilganimizdan keyin bitta gruntovkani berib keyin rang beramiz. Endi ish jarayonini ko'rsatay desam уже keragi ham yo'q. Mana o'sha xol. Xudo xolasa bitganda bitta ko'rsatamiz. Davom etamiz. Bitta yaxshi ma'noli gapdan bitta bo'lsin, usta. Endi ishlash kerak aka. Ishtigazni bosish kerak. Soqqani soqqaga urish kerak, ha? To'xtab qolmaslik kerak-ku. Gap yo'q, uka, yashang. Alloh rozi bo'lsin sizdan, uka. Martabangiz ulug' bo'lsin. Erkak kishi omadi bilan o'ynash bo'lmaydi, ha? To'g'ri. Mana xudo xolasa davom etamiz. Mana Xudoga shukr. Uyimizni mana polni aylantirib, shpaklovkamizni tugatib oldik. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra endi biz ketyapmiz. Ukaxonimizni o'zlari ishni tugatib qo'yadigan bo'ldi. Oxirgi ishimiz kraskasini o'zi so'nggi bosqichda o'zi tugallab qo'yadigan bo'ldi. Ha, Samandar, bu yo'qni endi o'zingiz xudo xolasa yakunlab videosini tashlaysiz, ha? Videomizning oxirida. Qanday? Yoqdimi ishimiz sizga? Ishingiz yoqdi aka, o'zingiz yoqmadingiz. Mayli uka. Turishingiz yoqmadi, fasatingiz yoqmadi aka. Mayli uka, siz ham menga juda yoqdingiz lekin. Bir ham yoqib ketdingiz, bo'ldi uka. Ammo ishga gap yo'q aka, zo'r. Ishlaringizga omad. Bo'ldi uka. Xudo xolasa yana gaplashamiz uka. 5 ta oling uka. Bo'pti uka. Aloqadamiz aka. Bo'ldi uka. Bitta ma'nolisidan bo'lsin uka, qiziqib qoldim. Suv kabi bo'ling aka, suv kabi. Bo'ldi uka, rahmat.